Yashil. Yashil. Gapirmagan bo'lamizda 3 oyda o'zgarish. 3 oyda emas, aslida 3 kunda 3 ta so'z chiqargandi. Bu bolachamizda juda ham zo'r yaxshi natija bo'ldi. Ko'pchilik so'raydi-da, qachon gapira boshlaydi, qachon natija bo'ladi. Uni sizga mana 10 kunda yoki 1 yilda yoki 3 oyda gapirtiraman desa unga ishonmang, chunki har bir organizm individual. Ya'ni qilinadigan muolajalar qaysidir bolalarga tez natija qiladi, ancha so'zlar chiqa boshlaydi. Qaysidir bolalarda 3 hafta yoki 3 oy, ba'zilarda yillar ham kerak bo'ladi. Buning uchun sizdan talab qilinadigan narsa doimiylik. Shifokor nevrologga ko'rindingizmi? Doimiy logoped defektolog mashg'uloti va uyda ham doimiy shug'ullansangiz, nutqida muammosi bor yoki gapirmaydigan bolalarda albatta mana shunday natija bo'ladi. Buni o'zimni tajribam bilan kelib chiqqan holatda ishonch bilan ayta olaman. Albatta natija bo'ladi, qachonki ota-ona ham harakat qilsa.